Aziz hamyurtlar, mana Toshkent, Moskva hamda Sankt-Peterburg shahriga navbatdagi avtobusimiz o'zi ketish tayyorgarlik boshlandi. Yo'lovchilar esa o'z bestalarini olmoqda. Kimda kim shunday komfortabel avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Mana bunaqa power vakillar bo'lsa olinglar. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Sirdaryolik akamiz kelibdi. Mana qaysi shaharga ketyapsiz? Moskvaga ketyapsiz. Bu avtobusga nechinchi marta chiqishingiz to'g'risini ayting. Bu avtobusdan 6 yildan beri foydalanaman. Foydalanasiz? Avtobus cho'tkimi? Avtobus yaxshi. Vodiylardan hech qanaqa Yo'q. yo'qmi? Hamda zo'rmi? Abdushi rahmat, sog' olasizlar. Yana Sirdaryolik akalarimizga tavsiya qilasizmi? Qilasizmi? Gap yo'q. Azizlar, mana avtobuslarimiz yo'lovchilardan yana bir so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Qayerdansiz? Termizdan. Termizlik akalarimiz shunday komfortabel avtobuslar tavsiya qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Shu do'stlarning nimasi bilan taqribi bilan birinchi marta chiqishim. Birinchi marta chiqishingiz. Xudo xolasa albatta yaxshi taassurotlarga ketasiz. Tanishlar nima qilishdi? Tavsiya qilishdi. Tavsiya qilishdi. Bo'ldi, gap yo'q. Shuning uchun chiqdik. Abdush, assalomu alaykum. Chepski, nima deyapsiz? Yaxshimisiz? 2 kun oldi mana gaplashdik telefonlarda, joylarda biron qo'ldingiz. Bir tezlar bo'lmadimi? Hamma yaxshimi? Zo'rmi? Anjali aka, nima deysiz? Zo'rmi? Hamma yaxshimi? Xudo xolasa mana akalar ikkala bizga bog'lanib kelgan aka-ukalarimizga bundan keyin prizlarni amalga oshiramiz.